Barchaga a'lo kayfiyat tilab dasturimizni davom ettiramiz va studiyamiz mehmoni bilan suhbatga kirishamiz. Oliy toifali shifokor Allergolog Xushnud Ahmedova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, muxlislarimiz bilan so'rash boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xushnud aka, oxirgi kunlarda e'tibor beryapmiz, ekologiyamizda birozgina o'zgarishlar bor, changlanish, baribir havo ifloslanishi bo'lyapti va bu borada chora-tadbirlar ham ko'rilyapti. Davlatimiz rahbarini aynan farmoni ham e'lon qilindi va bu changlarni tezlik bilan bartaraf etishni va shu bilan birga baribir xohlaymizmi yo'qmi, bu muammolar inson salomatligiga ta'siri bo'ladi. Qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Albatta, juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Hozirgi kunda havo ifloslanishi natijasida ayniqsa yosh bolalarda, yosh katta keksa otaxon, onaxonlarimizda va homilador ayollarimizga juda ham kuchli xavfli ta'sirini o'z ko'rsatadi. Bu chang tarkibidagi ayniqsa PM2,5 mikrometrlik zarrachalar ayniqsa juda ham mayda bo'lganligi bois u bizani ko'zimizga ko'rinmaydi. U burun orqali nafas olganimizda bronxlarga tushib, burun shilliq qavatlari orqali o'pkaga boradi, o'pka alveollaridan hattoki qon tomiriga ham, qon tarkibiga ham o'tish ehtimoli bor ekan. Va shundan keyin qon orqali hamma joyga, ya'ni o'pkani o'ziga, bosh miyaga va buyraklarga, hatto yuragiga ham hamma joyga o'zini ta'sirini o'tkazishi mumkin. Demak, butun organizmga zarari bor deyarli. Albatta, zarari bor. Baribir sog'lig'imiz borasida o'ylaganimizda biz o'zimizdan ham ko'ra farzandlarimizni o'ylaymiz. Qanday himoya qilsak bo'ladi hozirgi vaqtda? Endi hozirgi kunda iloji boricha farzandlarimizga yoki o'sha yoshi katta onaxon otalarimizga ko'chaga chiqishni iloji boricha cheklashimiz kerak. Zaruriyat tug'ilmasa ko'chaga chiqmasligimiz kerak bo'ladi. Hattoki o'sha sport mashg'ulotlari deymizmi, jismoniy mashqlarni ham vaqtincha cheklab turganimiz ma'qul. Chiqishdan oldin farzandlarimizga paxta niqobli matoli niqoblardan, maskalardan, ayniqsa filtrli maskalardan taqib ularni ko'chaga chiqarishimiz kerak bo'ladi va chiqib kelgandan keyin, uyga kirgandan keyin burun shilliq qavatlari, tomoqlarni iliq suv bilan chayib tashlash tavsiya beramiz va ko'proq miqdorda iliq suv iste'mol qilish. Termizlarda o'sha iliq suvlarni berib yuborsak, tinimsiz ravishda biz uni ichib tursa, bolalarimiz ichib tursa, kamroq kasallikka yo'liqar ekan. Xonadonlarimizda, oilamizda xona musaffoligini saqlab turish uchun qanday choralar ko'rishimiz kerak? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Iloji boricha eshiklarni, oynalarni yaxshilab yopib qo'ygan holda filtrlardan foydalanishimiz kerak. Havo tozalovchi filtrlarni o'rnatib qo'yishimiz kerak bo'ladi va havo namligini me'yorida ushlashimiz kerak. 40-55 atrofida me'yorda namlikda ushlashimiz kerak. Namlik oshib ketsa ham bu zarar bo'ladi, kamayib ketsa ham zarar bo'ladi. Oshib ketganda bu namlikda paydo bo'ladigan mog'or, mog'orlar paydo bo'lib, u yana boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Havo qurib ketgandan keyin o'sha burun shilliqati retseptorlarni qitiqlab, yana boshqa kasalliklarni, allergik kasalliklarni kuchayishiga olib keladi. Namlikni aniqlovchi qanaqadir maxsus bir apparatlar bormi? Yo, qanday bilsak bo'ladi? Albatta, hozirgi kunda shunaqa moslamalarimiz chiqqan, havoni tozalovchi va havo namlovchi filtrli shunaqa moslamalar bor. Bu bemalol bozorlarda sotilib turibdi. Ularda havo ko'rsatkichi ham, PM2,5 miqdori ham ko'rsatib turiladi. Shunga qarab bizlar o'sha ishlarni, tozalash ishlarini, namlikda me'yorda ushlash jarayonini olib borishimiz kerak bo'ladi. Yana qo'shimcha qilaman savolingizga, xonalarni yopib deyapsiz, lekin aksincha shu paytgacha shifokorlar ertalab xonalarni ochib, havoni almashtiring degan tavsiyalarni berishgan. Vaziyat hozir bir-biriga mutanosib kelyapti. Albatta, shu boradagi fikringizni to'liqroq ifoda etsangiz. Oldin havomiz toza paytida havo ochib qo'yardik, toza havo kirsin deb. Hozirgi havomiz toza bo'lmaganligi uchun uni kirmasin deymizda, o'shaning uchun yopib qo'yamiz. O'sha mana xonamda ham havoni tozalovchi filtr bor. Eshikni ochishim bilan darrov ko'tarilib ketadi. Undan ham ma'lum bo'ladiki, demak tashqarida havo juda ham ifloslangan darajasi yuqori ekan. Shuning uchun yopib qo'yib, tozalovchi filtrdan foydalanib o'tira qolamiz. Hozir ancha darajasi tushgan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, 2-3 kun oldingi chang hozir birozgina kamaygan. Chunki baribir ekologik muammolarni bartaraf etish uchun ko'rdingiz, ko'chalarda har kuni yuvilyapti, daraxtlar yuvilyapti va bu o'z-o'zidan changni bosilishiga ham olib kelyapti. Agar mana xudo xohlasa yaqinda yomg'ir yog'sa, barcha changlar ham bartaraf bo'lishi mumkin. Endi surunkali allergiya bilan kasallanganlar bor. Changdan emas, har doim surunkali bu kasallik bilan xastalanganlar hozirgi kunda qanaqa maslahat bera olasiz ularga? Havoni ifloslanish darajasini oshishi, ayniqsa
allergik kasalliklari bo'lgan bemorlar, nafas yo'llarini surunkali kasalliklari bo'lgan bemorlarga juda ham kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Allergik rinit kasalliklari deymiz, mana burni bitib, aksirab yuradigan bemorlarimiz o'zi shundoq ham allergiyadan aziyat chekishadi. Qo'shimcha endi iflos havo orqali kirgan haligi zarrachalar yana qo'shiladigan bo'lsa, yana ahvoli og'irlashish ehtimoli bor. Bronx yo'llari kasalliklar, bronxial astma kasalliklari deymiz. Ular shundoq ham bronxial astma nafas siqish xurujlari bilan ular aziyat chekishadi. Bunaqa havoda o'sha nafas siqish xurujlari yanada kuchayishi mumkin. Oldin kuniga 1 marta xuruj bo'layotgan bo'lsa, hozir kuniga 2-3 marta xuruj tutishi mumkin. Yurak xastaliklari, yurak ishemik kasalliklari deymiz, qon bosim oshishi, ular hammasi mana shu PM2 zarrachasini qonga o'tishi darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun allergiyasi bor bo'lgan bemorlarimiz, ayniqsa yoshi katta yoki yosh bolalarimizga tavsiyamiz yuqoridagi o'sha tavsiyalarni inobatga olishlari kerak. Maskalar taqib, iloji boricha ko'chaga chiqmasdan, iloji boricha o'sha o'zini shifokori bilan tez-tez aloqada borib, ko'rinib, ular tavsiya bergan dorilarni balkim dozasini oshirish kerak bo'lishi mumkin. Va shu bilan birga ovqatlanish rejimiga rioya qilish kerak. Suv miqdorini ko'paytirish kerak, kuniga 2,5-3 litr suv kamida ichish kerak. Suv ham iliq bo'lishi kerak. Yeyotgan oziq-ovqatida mevalar, antioksidantlarga boy, vitamin C ga boy bo'lgan sabzavotlar, mana sabzi deymiz, ko'katlar deymiz, qovoq mana hozirgi kunda bor. Tabiiy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilsa, bu ham organizmning o'zining immunitet darajasi yuqori bo'lsa, u kurashish qobiliyati bor. Shu kurashish qobiliyati orqali yengib olishi ham mumkin. Endi bizni hurmatli teletomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Rasmiy sahifamiz orqali ham kuzatadiganlar bor va u yerda fikrlarini, savollarini ham yozib yuborishadi. Yaqindagina ko'zim tushgan, aynan allergolog shifokor kelsa, meni savolimni o'qib eshittiring degan muxlislarimiz ham bor edi. Ular surunkali allergiya bilan chalinganlar, ular o'sha ovqatdan har xil qizil mahsulotlar yesa, ularda tana a'zolarida har xil krapivnitsa dedim, har xil juda yomon toshmalar toshib ketar ekan va bundan 6 oydan beri qutula olmayapman. Qanday bu holatdan qutulsam bo'ladi yoki qonimga o'tib ketdimi degan mavzuda savol yo'llagandi. Mana hozir Xushnud aka keldilar, bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, savolingizga to'liq va aniq javob olasiz. Bu surunkali eshak yemi kasalliklari deymiz. Mana eshak yemi agar 1,5 oydan oshadigan bo'lsa, bezovta qilishi bu surunkali hisoblanadi. Eshak yemi bu kasallikni mana aysberg bor-ku, aysbergni usti deydigan bo'lsak, uni tegi juda ham katta. Bu juda ham har xil kasalliklarni asorati sifatida ham kelishi mumkin. Yoki yeyotgan mahsuloti, yoki nafas olayotgan allergiya beruvchi moddalar, yoki ichayotgan dori-darmonlar, oshqozon ichak tizimi deymiz, qalqonsimon bez, gormonal o'zgarishlar, bu hammasi eshak yemini keltirib chiqarishi mumkin. Iloji boricha unaqa bemorlarimizga maslahatim gipoallergik parhezga rioya qilish kerak. Ko'pchilik mana achchiq, qizil, hozirgi kunda mana ximikatlar ko'p qo'shilgan oziq-ovqatlar, har xil rangli napitkalarni ichishli, marmeladlar deymiz, ayniqsa yosh bolalarimiz chipslar, juda ham ko'p hozir. Ularning tarkibida aromatizatorlar bor, ximikatlar, bular ko'proq miqdorda gistamin saqlaydi. Gistamin miqdori tanada ko'payib ketgandan keyin qichishlar, shishlar, hattoki nafas qisish, bo'g'ilish, burun bitish, aksirishlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda parhezga rioya qilish kerak, ko'proq hali iliq suv iste'mol qilish kerak va oshqozon ichak tizimini ishini to'g'irlashimiz kerak. Immuniteti tushib ketmaydi agar yo'q, ko'proq parhezda bo'lganlar. Ko'pchilik o'ylaydiki, allergiya bu immunitet tushib ketishidan paydo bo'ladi dedi. Yo'q, unaqa emas. Hattoki bizlar mana kuchli allergiya paytida immunitetni bosish uchun gormonal dorilar beriladi. Shunaqa. Immunitet tushib ketishidan emas, bu yerda immun sistema ichida o'zgarishlar bo'ladi. Endi parhez deganda faqat strogi parhez demaymiz, endi mumkin emas narsalarni yemay turib, keyin iloji boricha shifokor allergologga ko'rinish kerak bo'ladi. Balkim o'sha parhez qilyapman deb yurgan moddalari oziq-ovqatlar bularga allergiya berayotgan bo'lishi mumkin. Yemay yurgan modda balkim unga allergiya bermas. Shuning uchun allergologlar buni qon orqali aniqlab, nimadan allergiya borligini aniqlagandan keyin ularga parhezni tuzib berishadi. To'g'ri yechim ham shu, birinchi qon tahlili va mutaxassisning tavsiyalarini olgandan keyin unga to'g'ri yondashuv bo'ladi. Salomatlik mavzusida soatlab gaplashishimiz mumkin. Juda ham ko'p fikrlar, juda ham ko'p savollar yurtdoshlarimizdan kelayotgan savollar ham bor, lekin biz vaqtimizni bilasiz chegaralangan.
nasib bo'lsa kelgusi dasturlarimizda yana bir boshqa bo'limiga alohida to'xtalamiz. Buguncha esa sizga tashrif uchun katta rahmat. Rahmat Xushnud aka. Hamma tavsiyalaringiz o'ylaymanki ko'pchilikka ma'qul keldi. Sizni yana studiyamizda kutib qolamiz.